Keling. Nima xizmat? Yaxshimisiz? Shahardan yaqinda ko'chib kelgandim. Yuklarim og'ir edi. O'g'lingiz yo'qmi? Yordam berib yuborardim. Mayli-da, lekin meni o'g'lim yo'q, bacham yo'q, bir o'zim yo'q. Mollariga ham bermaydi. Kir qani? O'zim qarashsam bo'lmaymi? Farqi yo'q, ketdik. Rahmat yordam berganingiz uchun. Endi hamsiyaga yordam beradi-da. So'ragan ayb yo'q. Nimaga yana shahardan ko'chib keldingiz beri? Shu erim bilan ajrashdim. Hayotim o'xshamay qoldi. O'sha uchun qaytib qishloqqa keldim. Надеюсь, hammasi yaxshi. Ha? Ha endi hayotdan o'xshamasa qiyinda. Hamma ketdim, hamsiya. Ajrashgan ayol yig'lamaydi. Ammo u kechalari uxlamaydi. Dada nima ko'ryapsiz? Tani nima ishing bor, ey? Nima ishing bor? YouTube'dan ana ko'rayapman. Bu mollarga qara undan ko'ra. Ajrashgan ayol kechalari uxlamaydi. Uxlamaydi da bechoramsiya. Nima qilayotgan uxlamaydi? Ormangamsiya. Yaxshimisiz? Yaxshi, charchamayapsizmi? Qishloqqa o'rganib qoldingizmi? Siz ana rostlayman. Rahmat. Ana so'ragan ayb yo'q. Nomeringizni bermaysizmi menga? Nima qilasiz nomerimni? Mahalladan basha pul taxlatmoqchi. Xo'p, o'ylab ko'raman. Davomini ikkinchi qismda ko'rasizlar. Margarito